do'stlar, assalomu alaykum O'zbekiston. Mana hozir mana bu yerga faralarni, BU faralarni zakazimiz bor. Shuni upakovka qilamiz. Qaranglar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tasi Celsius. Mana bu NQ5 Sportage. Mana bu K5 ta orqa fonari. Bu hamma zakazga o'zi qo'shib taqlaymiz. NQ5. Bu K5 ta oldi farasi 3 linzali. Mana ki. Mana Sportage'ga mana LED idealniy состоянияsi. Yana orqasi ham bor. Qarang. Hammasi LED. Bu nasib bo'lsa, bularni upakovka qilib egalariga jo'natib beramiz. Mana bunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kimga qanaqa xizmatlar kerak bo'lsa, yangi fara kerakmi, eski fara kerakmi, koreyskiy anaqa avtomobillar uchun bemalol qo'ng'iroq qilib so'rayveringlar. Iloji bo'lsa, Telegram yozinglar, javobini birdan berib yuboramiz-da. Chunki TikTokdan qiynalib, har doim kirmaymiz TikTokka, Instagramga har doim kirmaymiz. Shuning uchun primoy Telegramga yozaveringlar, pastki raqamlarni qo'yamiz, telefon raqamlarini o'sha yerda kirib ko'raverasizlar. Mana bilan hammasi tayyor, qaranglar, mana hammasi avtozapchas. Mana. Hammasi zapchas, qarang. Mana shunday mayda-mayda shuyda prokladkalarcha qilib beramiz. Mana filtrlar, mana filtr, mana kuzovnoylar. Nima bitta tashlab qo'yganmiz, qarang. Mana loboyimiz, xudo xolasa buni ham chiqarib yuboramiz egasiga. Podkranliklar. Kimga qanday zapchas kerak bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilib so'rayveringlar. Hamisha xizmatda biz. Pravda guruh, sog' bo'lasizlar, salomat.